Bu dunyo sinov ekan, kimnidir qo'lida dunyo bor, kimnidir qo'lida dunyo yo'q, birodarlar. Shunday ekan, dunyosi bor bo'lgan insonlar mana shu dunyo omonat deb qabul qilsin. Qo'lingizdan kelsa, shunday bir insonga yordam qilingki, o'sha insonni bir umr esidan chiqmasin. Bitta harakat bilan bir insonni qalbiga shunday bir surur baxsh etasiz, yaxshilik olib kirib qo'yasiz. Bir umr esdan chiqmaydi, sizdan minnatdor bo'ladi. Bir insonni qalbini bir ranjitasiz, bamisoli mana shu ranjitilgan qalb bir umr sizga nisbatan muhabbat paydo bo'lmaydi. Shunday ekan, bugungi mana shu sizlarga aytib beradigan hikoyamiz haqiqatda bir ibrat oladigan voqeaki, undan keyin jamiyatimizda bo'ladigan ba'zi bir holatlarni ham aytib o'tamiz. Alhamdulillah, hozirgiday ne'matga oldingi odamlar ko'milgan emas. Biz mana shu narsaga ko'proq Allohga hamd aytishligimiz kerak. Hijriy 219-yilda Bag'dod shahrida shunday bir qahatchilik bo'ldi deydi. Qiyinchilik bo'ldi. Yomg'ir bo'lmayapti, odamlar och, nahol. Shunda bir inson boshidan o'tgan bir voqeani Ahmad ibn Miskin degan inson voqeani hikoya qilib beradi. Bir uyda turaman deydi. Mana shu uyimda bolam, ayolim men. Shunday bir qiyinchilik, ko'chaga chiqaman, birovni uyida ish qilib, ikkita non olib kelsam, bolam bilan ayolimga yetsa bo'ldi. Lekin o'sha narsa yo'q-da. Uyga kelaman, bolamni ochlikdan yig'layotganligini ko'rib, yurak bag'rim qon bo'ladi. Yurak bag'rim to'ladi. Ayolimda qarasam, sullasi qurib boryapti. Ish yo'q. Bugun ham non olib kela olmadingizmi? Yo'q. Menga hech isyon qilmaydi. Senga tegib nima ko'rdim demaydi. Hech qattiq gapirmaydi. Lekin ularni ochligi meni shunday bir qiynayapti. Nima qilsam ekan? Kechasi bilan uxlay olmay chiqdim. Ertasiga yana ko'chaga chiqdim, ish qarayman, yo'q. Unga boraman, bunga boraman, yo'q. Yana kechqurun quruq qo'l bilan qaytib kelaman. 3 kundirki tuz totmadik, hech narsa yo'q edi. Shunday qarasam, uyda taxtalarni sichqonlar kemirib yeyapti. Sichqonlar. Nimaga? Hech narsa yo'q-da. Bug'doy ham yo'q, bir o't o'lan ham yo'q, hech narsa yo'qligidanki o'sha sichqonlar ham uyda taxtasini kemirib boshladi. Otamdan qolgan bitta yodgorlik mana shu uy bor. Mana shu uyni sotishlikni ko'z oldimga keltirsam, lekin yurak bag'rim tilka fora bo'ladi. Sotmay desam, bolam bilan xotinim ochlikdan kun sayin sullasi qurib boryapti. Ertalab sahar chiqdim. Sahar mardonda chiqdimda masjidga bordim. Ibodat qildim. Bomdod vaqti bo'ldi. Bomdoddan keyin odamlar ochlikdan uyga bormaydi. O'tirib to quyosh chiqquncha zikr qiladi. Hamma mana shu balodan qutqargin, ey Alloh deb turib duo qilyapti. Men ham duo qildim, turdim, chiqdim. Shaharga chiqsam, aylansam yana ish yo'q. Oldimda bir eski tanishim chiqib qoldi. O'sha eski tanishimni oldiga sekin bordimda, birodar, ahvol mana shunday. Uyimni sotmoqchiman. Uyimga bir xaridor topib bersam. Agar mana shu uyimni sotadigan bo'lsam, senga qarzlaringni qaytarib berardim. Uyga bir xaridor topgin, qarz berib turgin, shu uyda keyin sotganimdan keyin senga qaytarib beraman. Men o'zim ham necha kundan beri hech narsa topa olmadim. O'sha paytda Bishr Hofiy degan ulug' zot, Bishr yarangayoq deb kelinadi ba'zi bir anoqlarda. Nega deganda Bishr Hofiy hech oyoqlarga kiyim kiyib yurmagan ekanlar. O'sha shaharda, Bag'dodda. O'sha odam yalang oyoq yurganda yurishligini ham bir uni alohida bir hikoyasi bor. O'sha yalangoyoq yurganlarida o'sha Bag'dod shahrida birorta hayvon yerga mana shu axlat tashlamas ekan. Allohning qudratida qarang. Nimaga deganda Bishr yalangoyoq yurib, bizni ular axlatimizni bosib qo'ysa, benomoz bo'lib qolmasin shu odamning oyog'i deb turib, bu ham bir karomatli bir turida. Men mana shu Bishr Hofiyning oldilariga bordim. O'sha do'stining ismi Abu Nasr ekan. Abu Nasr baliq ovlar ekan. Do'stim mana shu Abu Nasrga mana shu yuqoridagi suhbatda aytayapti. Shunda aytdiki, Bishr Hofiyning oldilariga bordim. Hazrat, necha kundan beri mana men o'zim baliq ovga chiqaman, har kuni shu 4 ta baliq tutsam, shuni olib kelib bozorga sotib, bolalarimga tirikchilik qilaman. Lekin necha kundirki hech mana shu qarmog'imga baliq ilinmayapti. Agar imkoniyat bo'lsa, bir duo qilsangiz deganda, qarmog'ingizni oling, yuring. Hamma narsa Allohdan, taqdir, yuringchi
Bordik. Borganda 2 rakat namoz o'qing dedi. 2 rakat namozni o'qidim. Bu mustahabda, bir uyingizga kirsangiz ham, bir mehmonga borsangiz ham, biror bir ishni boshlamoqchi bo'lsangiz ham 2 rakat namoz o'qib qo'ysangiz bu mustahab amal ekan. 2 rakat namozni o'qib bir ishni boshlayapsizmi savdoni? 2 rakat namoz o'qib Allohdan so'rasangiz xayrli bo'lar ekan o'sha ishingiz. Ya'ni uyingizga borsangiz ham deb mana uy odoblarning 7 ta bir odobi bo'ladigan bo'lsa, hammamizning uyimiz bor. Uyga borganda nima qilish kerak, qanday qo'yish kerak, shuni 3-odobi. Uyingizga borganda 2 rakat namoz o'qib qo'ysangiz, mana shu mustahab amal ekan mana shu narsaga. 2 rakat namoz o'qidim, baliqni bismillahirrohmanirrohim deb turib qarmoqni otdim. Oldin hech umrimda ko'rmagan shunday tortaman chiqmayapti. Menga Bishir Hofiy yordam qildilar. Tortib oldik bir amallar, juda katta bir baliq chiqqan ekan. Oling bu farzandlaringizga olib boringda sotib yediring buni dedi. Shu kishining duosi bilan shunda uyga olib bordim. Uyga olib borganimdan keyin bozorga borib sotdim, bozorlik qildim. Uydagilar maza qilib qorin to'ydi. Shu insonni ham bir yo'qlab qo'yayin. 2 ta kulchani oldim, ichiga holva soldimda, o'sha 2 ta kulchani olib keldim. Bishir Hofiyning uyini taqillatdim. Eshigini taqillatdim. Shunday deganda kimsiz dedi. Men Abu Nasr Sayyodman, yoki Abu Nasr baliq ovchisiman dedim. Qo'lingizdagi narsani tashqariga qo'ying, uyga olib kirmangda ichkariga kirib keling dedi. Kirib keldim. Nima bo'ldi? Ha, juda yaxshi duo qildik, Hazrat, mana sizning haqqingizga shunday holat bo'ldi. Sizga ham ozgina bir nasibadan mana shu non, shirinliklar olib keluvdim. Biz sizni olib kelgan narsangizni ola olmaymiz. Agar sizni olib kelgan narsangizni oladigan bo'lsak, bizda duolarimiz o'tmas, taqsir buni ola olmaymiz dedi. Qaytarib yubordi bizdan. Dedilar va bu narsani olib boring, ahlingizga, farzandlaringizga yediring bu narsani dedi. Men olib chiqdimda, qo'lda turgan ekan, mana shuni uyingga olib bor, do'stim. Mana shu kishining duolarini tufayli agar biz mana shu narsani yeydigan bo'lsak, bizga mana shu narsa nima dedi? Ya'ni bizni duolarimiz o'tmaydi degan gapni aytdi. Shuning uchunki mana shu narsani men senga beryapman. Bolalarga olib borib yedirib turchi, uyingga ham xudo xolasa mana shunday holatda xaridor chiqib qolardi. Juda mana shu do'stimning gapidan ta'sirlandim. Va do'stimning gapidan ta'sirlanganda agar biz nafsimizga yedirganimizda mana shu baliq sizga tushmagan bo'lardi degan gapni ta'sirlanib ketdim. O'yladim, qaradim. Shunday och edimki, o'sha go'yoki mana shu ochlikdan katta bir osmondan katta bir dasturxon tushgandek xursandchilik, ya'ni o'sha 2 ta kulcha bilan ozgina shirinlikni uyimga olib borsam, xotinim, bolalarim shunday yeydi, maza qiladi, rohatlanadi. Xuddi mana yosh bolalarda ochil dasturxon degan narsada shunday katta narsaga ega bo'lganday bo'lib, xursandchilik bilan ketyapman-u, lekin boyagi gap, agar biz nafsimizga yedirganimizda bizga mana shu bizning duolarimiz qabul bo'lmasdi degan so'zlar hech xayolimdan ketmay qoldi. Qattiq och ekanman, juda xursandchilik bilan ketyapman. Uyimga olib ketyapman. Shunda bir ayol kishi shunday etagimdan ushladi. Yaxtagimda etagidan. Akajon, qo'lingizdagini menga bering dedi. 3 kun, 4 kun bo'ldi, mana bolam och, sillasi quriyapti, o'lib qoladi hozir. Iltimos. Jon aka, ya sayyidim deb aytar ekanda arab tilida. Ya'ni akajonim degan, mani og'ajonim, meni xo'jayinim degan mana shunday bir ma'noni berar ekan. Shunday qarasam, ochlikdan sillasi qurib boryapti. Bolaga qarasam, haqiqatda bola 3 kundan beri taom yemaganligi shunday bir ko'zida ko'rinib turibdi. Nonga qaradim, bolaga qaradim. Lekin ko'z oldimda xotinim bilan bolam turibdi. Qoch, o'zi bolalarim ochdan o'lyapti demadim. Nima bo'lsa bo'lsin dedimda. Mayli. Shuni senga berdim deb. Shunday beruvdim, yig'lab yubordi haligi ayol. Yig'ladi-yu, yig'lagandan keyin haqqimga duo qildi. Barakali bo'lsin, umringizdan baraka toping. Allohim kam qilmasin, g'oyibdan to'lg'itsin deb turib, haligi och ayol menga duo qilyapti. Qisqasi, o'sha joydan shunday chekkaga o'tirib qoldim, o'ylanib qoldim. Endi nima bo'larkin bu yo'q? Xotinim och bo'lsa, bolam och bo'lsa, o'zim och bo'lsam, o'zim bir tatib ko'rmagan bo'lsam, lekin inson mana shu narsani tasavvurga biz sig'dira olmaymiz. Boshimizga kelmasin ham. Tasavvurga ham sig'dirmaylik. Bolalar och, xotin och bo'lib turganda insonning yurak bag'ri eng mana shunday bir qiyin bo'lgan holatda turar ekan, o'sha har qanday inson ham. Shunda o'ylab tursam, orqamdan do'stim shunday baqirib kelib qoldi. "O, Ahmad, qayerdasan Ahmad ibn Miskin? Ey, yur, senga bir
Juda katta yangilik bor. Nima gap, tinchlikmi? Uyimga xaridor topdingmi desa, ya undan ham zo'rini topdim. Yur, tez yur dedi. Shu senga narsani berdim, bozorda aylanib yursam bir odam kelib turib, bu yerda Basralik miskin degan odam bor edi. Shu odamni kim taniydi deb turib bir odam baqirib yuribdi, qarasam. Basralik miskin Ahmad do'stimni otasi-ku dedimda, men taniyman dedim. U odam o'lib ketdi dedim. O'tirib yig'lab turib haqqiga Qur'on tilovat qildi, duo qildi. Biror kishi qolganmi shunda? Ha, bitta o'g'li bor, Ahmad degan bir o'g'li bor. Shu o'g'lini menga topib ber. Bir payt qarz olgandim. 20,000 dirham qarzim bor edi shu insondan. 20,000 dirham mana shu qarzni olib keldim, omonatni berayin deb turib mana shu o'zini oldiga keldim. Qisqasi mana shu men bilan uchrashdi, 20,000 dirhamni oldim, shundan keyin ishim yurishib ketdi. Birinchi qilgan ishim haligi ona bolaga bitta uy qilib berdim. Ta'minotini qildim. Katta masjidlar qurdim. Xayr ehson, qo'lim doimo saxiylik bilan o'tib keldi. Katta imoratlar qurdim, dargohlar, madrasalar qurib boshladim, masjidlar qurdim. Go'yoki ishim shunday zo'r ketyapti, bir kun uxlasam tush ko'ribman, tushimda qiyomat qoyim bo'libdi. Butun xaloyiq turibdi, kim do'zaxga, kim jannatga ketyapti. Hammasi ketyapti. Shunda aytildi, "O Ahmad ibn Miskin taroziga kel" dedi. Taroziga yaqinlashdim, keldim, kesam, Ahmad ibn Miskin qarasam meni amallarim bu yoqda turibdi, tog'day narsalar turibdi. Bu yoqda gunohlarim tarozi pallasi mezonga qo'yilgan. Olib kelib qo'yyapti, hech bosmayapti. Madrasani qo'ydi, bosmadi, masjidni qo'ydi, bosmadi. Shunda qarasam tagida bir qurt bor ekan. Qurt yegan, ishini kavo qilib tashagan. Yeb yengil, xastay, paxtada yengil bo'lgan qo'yilyapti. Nimaga bunday bo'ldi ekan? Bunga faxr aralashgan. Masjid qurdi degan, madrasa qurdi degan, uy qurib berdi degan odamlarga aytganman. Faxr aralashgan, riyo aralashgan, sum'a aralashgan, ya'ni odamlar eshitsin, odamlar ko'rsin, odamlar gapirsin deb turib mana shu narsaga faxr aralashganligi uchun quruq xas bo'lib qolgan ekan o'sha narsa. Hamma narsam qo'yildi, lekin bu hech tarozi hech bosmadi. Ana endi tamom bo'lding. Ahmad ibn Miskin, endi do'zaxga uloqtirilasan, endi ketding bu yoqqa deb shunday o'tirib qoldim. Hech bir tasavvurimga sig'maydigan holat bo'lib qoldi. Bormi buni biror nimasi? Nimasi qoldi buni? Nimasi qoldi buni endi? Shuncha qilgan amallar hammasi Allohu akbar bo'ldi, yo'q bo'lib ketdi. Ha, buni bitta 2 dona kulchasi qoldi. Tog'day narsalarim turuvdi, 2 dona kulcha hali ko'rinmay kelyapti. Shunday masjid qurgan bo'lsam, madrasa qurgan bo'lsam, 2 dona kulcha nimani bosardi? Nima qilib bera olardi meni amolimga? Shunday qo'yuvdiki, tarozini pallasi o'ynab qoldi. Qimillatib qo'ydi. Ya Alloh, mana shu bir anov bo'lib qoldi dedi. Ya buni ichida yana bittasi u Abu Nasrga tegishli, buni yarmini Abu Nasrga beringlar dedi. Tarozi yana Abu Nasrni yarmiga olib qo'ydi, boyagi ovchiga. Yana bu yoq bosilib qoldi. Nimasi qoldi buni? Nimam qoldi yana? Ana shu kun hammamizni boshimizda bor, nimam qoldi deymiz. Nimadir qilib olib ketishimiz kerak bu dunyodan, birodarlar. Allohning huzuriga. Bir tomchi ko'z yosh qoldi. O'sha ayolning ko'zidan chiqqan bir tomchi yoshni olib bordi-yu, sevinch yoshlarini shunday qo'ydi, tarozining pallasini bosib ketdi. Ya men yutdim, men g'alaba qozondim, men o'tdim degi devdim, shunday uyg'onib o'tirib olib baqirib yotgan ekanman. O'tirib olib baqirib yotgan ekanman. Mana meni qilgan amalim 2 dona kulcha bo'lsa ham asl egasiga yetib borganligi ekan. Birodarlar, mana shunday holatda yuqorida aytdikki, haqiqatda inson bu dunyoda juda Allohning oldiga katta narsalar bilan emas, bir kichkina narsa bo'lsa ham o'sha asl egasiga yetib borgani yaxshi bo'ladi.